Vallohi allazi la ilaha illahu kitob ko'tarib yurgan ukalar, bu mubolag'a emas. Mana shu kitobingizni ko'tarib ustozingiz uyiga qarab ketayotgan paytingizda yoki madrasaga qarab kelayotgan paytingizda har bitta bosgan qadamingiz sizni jannatga yaqinlashtirayotgan qadamlar. Bu mubolag'a emas. Chunki ilm talabida yurgan odam Allohni taniydi. Halol haromni farqiga boradi. Haq bilan botilni ajratadi. Allohni rozi qiladigan narsalarni biladi. Nimani qilsa Alloh norozi bo'lishini biladi. Bu odam jannat yo'lida yuribdi. Shuning uchun bolangiz kitobini ko'tarib Qur'on yodlagan chiqib ketyaptimi? Ilm o'rgangani ketyaptimi? Jannat qadamini bosib ketyapti otalar. Quvoninglar. Quvoninglar. Chunki siz o'lib ketganingizdan keyin shu bolangizdan sizga ajr borib turadi inshaalloh. Ilm talabida yurgan ukalar, mashaqqatligiga qaramanglar. Uzoqligiga qaramanglar. Og'irligiga qaramanglar. Sizlar bu yo'l sizlarni jannatga olib borishligiga qaranglar.